Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Kecha kechqurun mana shu bolalarning kiyimini ajratganman, yozgi, qishga qilib, mana hammasini taxlab. Mana bu yozgi kiyimlar paketda turibdi. Hozir buni men vakuumli paketga solaman. 12 ming ekan mana. Buni har xil razmerlilari bo'ladi-yu, endi bilsanglar kerak, bilmaganlar uchun-da. Hozir men o'rtancha razmerdagini oldim. Kiyimlarni solib sizlarga ko'rsataman. Vobshim zo'r narsada ixcham qilib qo'yadi kiyimlarni. Bunaqa katta paket bo'lib turmaydi-da. Akkuratni bo'lib turadi. Sizlarga solib ko'rsataman. Qaranglar, qanaqa press bo'lib qoldi qizlar. Kichkinagina bo'lib qoldi. Bunga chang ham kirmaydi, boshqa ham bo'lmaydi. Yaxshida faqat antlarni yaxshilab yopishinglar kerak. Qaranglar, qancha joy bor hali. Bunga solsa bo'ladigan. Shu aytganimdek ko'rpalarmi, yostiqlarmi, ortiqcha nimalar bo'lsa, shunaqa solib akkuratni olib qo'ysanglar bo'ladi.